Akalar tuzuymisizlar? Mashinani baloniga bitta e'tibor beringlar mana. Balon qolmagan. Bu narsa balon ichida bo'lgan, og'dartirib olishgan. Sababi mashinani stoykalari qiyshiq bo'lgan. Balon yeyishdan aka qutulmaganlar. 10 ta joyga razvalchiga olib borishgan. Umuman hech kim qilib bera olmagan. Bu mashinani qanday qilamiz? Sizlarga bitta ko'rsataman. Razmerini bitta ko'ringlar mana. Oddiy apparat qo'yib ko'rsatyapmiz sizlarga. 3D da ham ko'rsatishimiz mumkin mana. Anchagina qiyshigan mana stoykasi. Buni to'g'rilab, bo'lgan jarayonni qo'yamiz, summalargacha aytamiz. Ungacha bittadan like bosib turinglar, akalar, biz ketdik. Bitta ko'rishlar mumkin, akalar, mana san'at asari 00 degan darajada. Endi buni tomonini ko'rsatamiz. Akalar, mana 00 chotki bo'ldi. Balonlar umuman yemagan bo'ldi. Har 6000 kilometrda razvalga ko'rsatib turishsa bo'ldi. Shu bilan muammo bo'lmaydi. Akamiz bitta yurib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz. Ungacha bittadan like tirsillab turinglar. Ketdik. Akamiz yurib kelishdi. Hozir o'zlaridan batafsil so'raymiz. Bo'ldi. Aka, mashina qalay bo'libdi? Zo'r bo'libdi. Anchadan buyon balon yeyatuvdik. Aha. Shu muammodan qutuldik, Xudoga shukr. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, joningiz sog' bo'lsin. Aka, qayerdan keldingiz? Chustdan keldim. Namanganga qaraydi. Chustdan. Aka, chustliklarga taklif qilamiz shuni? Albatta taklif qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, mashinalar ideal bo'ldi. Balonlari juda ham chiroyli holatda tekis 00 bo'ldi. Xudo xolasa balon yeyishdan qutulishdi. Kimga razval va hadvo xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, nomerlar qoldiramiz. Qo'qonda Astepada 42-maktabda oldida. Joninglar sog' bo'lsa, videoga like bosib, barcha mashinasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.